Salom, barchaga xayrli tong. Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihning otasidan inoyat va tinchlik bo'lsin. Iso Masihning qo'ylariga inoyat va tinchlik bo'lsin. Inoyat va tinchlik bu yangi ahddagi haqiqiy salom, bu televizorni yoqib qo'yganlar uchun. Bu hafta aniq bilmayman. Xudoning ishlaridan, muqaddas kitobdan, muqaddas yozuvlardan, lekin ular qo'ylar bo'lgani uchun kalomni eshitadilar. Men havoriyman. Cristo Vive Evangelist cherkovidan Miguel Angelo va men bugun siz bilan asosiy mavzulardan biri haqida suhbatlashmoqchiman. Men uni xushxabarning umurtqa pogonasi, dorsal umurtqa pogonasi deb atayman. Ma'naviy hayotdan. Men sizga Iso Masihning bu yerga kelishi, bu yerda yashashi, azob chekishi, olishi va bu yerda qayta tirilishi, gunohlarimiz uchun qurbonlik qilishi haqidagi vazifasi haqida gapirib bermoqchiman. Pastor, yuragimga nima demoqchisiz? Men siz bilan najot haqida gaplashmoqchiman. Bu Iso Masihning vazifasi edi. U adashganlarni qidirish va qutqarish uchun kelgan. Bilasizmi yoki bilmaganlar bugun bilib olishadiki, bu ozlarni Masihiy deb ataydiganlar va xushxabarni bilmaydiganlar tomonidan eng bahsli mavzu. Nima uchun? Chunki muqaddas kitobda Iso Masihning najoti odamlarning, voizlarning emas, balki Iso Masihning najoti ekanligi aniq ko'rsatilgan. Siz yutqaza olmaysiz. Shunday qilib, biz muqaddas kitob asosida tushunamizki, bir marta najot topgan inson abadiy najot topadi. Najotni yo'qotish degan narsa yo'q. Amerikaliklar orqaga siljish degan ma'noni anglatuvchi backslide iborasini ishlatishni juda yaxshi ko'radilar. Muqaddas kitobga ko'ra, Xudo bergan yoki bergan narsani hech kim tortib olishi yoki yo'qotishi mumkin emas. Najot ne erishib topiladi, ne yo'qotiladi. Najot bu bizning hayotimizdagi Xudoning hukmronligiga javob beradigan harakatdir. Shunday qilib, men siz bilan najot kafolati haqida gaplashmoqchi bo'lganimda, men ozodlik bayrog'ini ko'tarayotganimga aminman, chunki najot kafolati Xudo kalomining ozodlik haqiqatlaridan biridir. Asli yunon tilida topilgan najot Iso Masihning tolib ishlariga asoslangan. U gunohlarimiz uchun kafforat sifatida Golgota xochida tugagan ish uchun kelgan narsasi uchun tolib-toladi. Takrorlayman. Iso Masihning qurbonligi, narxi. U bizga qarshi bo'lgan qarzni tolib-tolash orqali Xudoning g'azabini qondirdi. Shuning uchun Iso Masih sodiqdir. Iso Masih o'zgarmasdir. Uning so'zi sodiq, o'zgarmas va xatosizdir. Shuning uchun najot ishlar orqali qo'lga kiritilmaydi. Bu birinchi nuqta. Nima uchun? Chunki Efesliklarga maktubida men Pavlusga taqlid qiluvchi Masihiyman. Pavlus, men Masihga taqlid qilganim kabi, sizlar ham menga taqlid qilinglar, degan. Xudo azaldan yashiringan sirlarni havoriy Pavlus orqali ochib berdi. U orqali u cherkovni Xudoning rang-barang donoligini e'lon qilishga o'rgatdi. Biz insoniy, bekorchi donolik haqida emas, Pavlusning so'zlariga ko'ra, insonlarning donoligi ahmoqlik ekanligi haqida gapiryapmiz. Biz mutlaqo zarur bo'lgan haqiqatlar haqida gapiryapmiz, chunki odam yoki ishonadi, yoki ishonmaydi. U noto'g'ri narsaga ishona olmaydi. Shuning uchun najot ishlar orqali emas, balki Xudoning inomi orqali qo'lga kiritiladi. Pavlus nima deganiga qarang. Efesliklarga 2-bobda shunday deyilgan: Sizlar inoyat orqali iymon bilan najot topdingizlar.
Bu o'zingizdan emas, bu Xudoning inomidir. Ishlar orqali emas, shuning uchun hech kim maqtana olmaydi. Chunki biz uning asarimiz, Iso Masihda yaxshi ishlar qilish uchun yaratilganmiz. Bu yaxshi ishlarni Xudo oldindan tayyorlagan, toki biz ular bilan yuraylik. Shunday qilib, siz najot, Iso Masihning asosiy ishi, inoyat orqali ekanligini tushunasiz, deydi u, sizlar iymon orqali najot topdingizlar. Bu sizdan chiqmaydi, bu insoniy ish emas. Bu bir kuni yarim tunda buzilgan gamburgerni yeb bo'lgach, uyg'onib yoki uxlay olmay, bugun Xudo uchun mening kunim, deydigan odam emas. Yo'q, bu mukammal reja. Bu Xudoning yer yuzidagi qo'ylari uchun tuzgan rejasi. Bu kim xohlashiga, kim nomzod bo'lishiga bog'liq emas. Iblis hatto iroda erkinligi deb nomlangan ta'limotni ham yaratdi. Bilasizmi, bu ibora muqaddas kitobda yo'q. Samoviy uchlik tushunchasi muqaddas kitobda yo'q ekan. Uni qanday qabul qilishimiz mumkin? Iso Masih muqaddas kitobda yo'q. Bu odamlarning Isoning suruvi bilan bog'liq hiyla-nayrang sxemasining bir qismidir. Shuning uchun najot ishlar orqali emas, balki Xudoning inoyati orqali berilgan sovg'asidir. Pavlus esa hech kim maqtanmasligi uchun ishlar haqida emas, dedi. Demak, tashabbusni men emas, men o'z zimmamga olmadim. Men gunohlar va qonunbuzarliklar ichida o'lik edim. Muqaddas kitobning Efesliklarga 2-bobida nima deyilganiga qarang. Gunohlaringiz va gunohlaringiz tufayli o'lik bo'lganingizda ham u sizlarni tiriltirdi. Ruhan olgan odam qanday qilib men Iso Masihni qabul qilaman deyishga jur'at etishi mumkin? U olgan. Agar Xudoning aralashuvi bo'lmasa, agar Xudoning rejasi bo'lmasa, agar chaqiruv bo'lmasa va eng muhimi Rabbimiz Iso Masihning inoyati. Siz inoyat orqali faqat iymon orqali erishasiz. Uni ko'rmaysiz. Bu Xudodan kelgan inom, bu Xudodan kelgan inom, bu Xudodan kelgan noyob narsa. Shuning uchun u hukmrondir, tashabbus ko'rsatuvchi udir. Najot unga tegishli, uni sotib olib bo'lmaydi, uni zabt etib bo'lmaydi va albatta uni yo'qotib bo'lmaydi. Chunki agar men najotimni yo'qotsam, qayerda bo'lardim? Iso Masihning qonining kuchi. Agar najotimning kafolati mening xatti-harakatlarimga bog'liq bo'lganida, azizim, sizga bir gapni aytaman. Hech birimiz najot topmagan va najotda qolmagan bo'lardik. Hech birimiz, hatto siz ham najotning kafolatiga shubha qilayotgan bo'lsangiz, siz ham najot topmagan bo'lardingiz. Hammamiz gunoh qilamiz, hammamiz xato qilamiz. Yer yuzida birorta ham odil inson yo'q, birortasi ham. Yaxshilik qiladigan birorta ham odam yo'q, bitta ham yo'q, deydi Pavlus Rimliklarga 3-bob 10-oyatda. Yaxshilik qiladigan, izlaydigan, tushunadigan birorta ham odam yo'q, mavjud emas. Odamzodga yoqadigan narsa faqat Xudoga tegishli bo'lgan masalalarda o'zini biroz xudolashgan his qilish. Mana shu haqiqat. Hech kim maqtanmasin deb bu amallar orqali emas. Nega najot topaman? Chunki biz Xudoning ijodimiz, Iso Masihda yaxshi ishlar uchun yaratilganmiz. U buni avvaldan belgilagan. Demak, bu mukammal reja. Xudoning sizning hayotingiz uchun va'dasi bor, azizim. Xudoga oid masalalarda o'zingizni himoya qilishni kamaytirganingiz ma'qul. Chunki Xudo Xudodir va odamlar ham insondir. Va bu Xudoning hukmronligi deyilganda, odamlar qattiq munosabat bildirishadi. Chunki ular unda ishtirok etishni xohlashadi. Buyuk islohotchi Martin Luther aytganidek, agar inson najotda o'z hissasi bor deb o'ylasa, aslida u na Xudoni, na muqaddas kitobni biladi. Minbarda o'tirganlarning aksariyati Xudoni yoki muqaddas yozuvlarni bilishmaydi. Demak, bu Xudoning marhamati natijasidir. Va men sizlarga bir narsani, amin bo'linglar, payg'ambar aytgan gaplar bilan aytaman. Najot qaytarib bo'lmaydigan narsadir. Bir marta saqlangan, har doim saqlangan.
Pastor, lekin men manipulyatorlarning Xudo hayot kitobidan ismni o'chirib tashlaydi, deyishlarini eshitaman. Odamlar bu ovozlarga quloq solmanglar. Iso dedi, sizlar adashyapsizlar, chunki sizlar muqaddas yozuvlarni bilmaysizlar. Siz xato qilasiz, chunki bilmaysiz. Va muqaddas yozuvlar vahiy orqali biladi. Xudo uni ildizi bilan yo'q qilish kerak. Ma'naviy ko'zlardagi tarozi, inson najot qanchalik muhim va ishonchli ekanligini tushunishi uchun Xudo Musoning pardalarini olib tashlash kerak. Bu qaytarib bo'lmaydigan, abadiydir. Biz Iso Masihning qoni bilan sotib olinganmiz. Demak, najotning ishonchliligi Xudoning suverenitetiga asoslangan. Bu voizga hech qanday aloqasi yo'q. Bu menga ham, Angelo ismli kishiga ham aloqasi yo'q. Yo'q, bu faqat Xudoga va faqat uning o'ziga bog'liq. Xudo hukmrondir. Iso gapirganda va Yuhanna 17-bobda yozganda, u qaranglar 15-oyatda, 15-bobda bu siz emas edingiz deydi. Keling, bunga bir nazar tashlaylik. Bu mening ssenariyimda yo'q edi. Qani ketdik. 15-bob, 16-oyat. Men muqaddas kitobdan xatosiz, adashmaydigan, Xudoning ovozi bo'lgan yozuvlarni qidiryapman. U siz meni tanlamadingiz deydi. Demak, bu odam emas. Inson o'zini butparast his qilishni, olqishlanishni yoqtiradi, lekin aslida inson tuproqdir. Sizlar meni tanlamadingizlar, balki men sizlarni tanladim va sizlar borib meva berishingiz uchun, abadiy qoladigan meva berishingiz uchun sizlarni tayinladim. Demak, Xudo yo'q, bu siz edingiz, deyapti. Yuhanna kitobining 3-bobida, 3-bob, 27-oyatda u shunday deydi: insonga osmondan berilmasa hech narsa ololmaydi. Shuning uchun najotga bo'lgan ishonch Xudoning hukmronligini tan oladigan ushbu so'zlarda tasdiqlanadi. Biz dunyo yaratilishidan oldin ham tanlangan edik. Biz muqaddas ruh tomonidan muhrlanganmiz. Hech kim bu muhrni olib tashlay olmaydi. Biz najot kuni uchun muhrlangan edik. Janob voiz, siz muqaddas kitobni sevasiz, haqiqatni sevasiz. Muqaddas kitobda aytilishicha biz najot kuni uchun muhrlangan. Biz hukm kuni uchun muhrlanmagan edik. Biz najot kuni uchun muhrlangan edik. Hech kim bu muhrni olib tashlay olmaydi. Havoriy Rimliklarga yozgan maktubida avliyo Pavlus shunday deydi: na olim, na hayot, na hokimiyat, na kuch, na qilich, na balandlik, na chuqurlik, na boshqa mavjudotlar bizni Xudoning sevgisidan ajrata olmaydi. Bu jonzot kim? Pavlus nimani nazarda tutyapsiz? Isoning qo'ylarni faqat cho'ntagi bilan qiziqadigan va keyin ularni doimo ustara uchida ushlab turadigan Isoning kichik qo'ylarini manipulyatsiya qiladigan soxta voizlar. Bu odatiy hol emas, bu odatiy hol. Odamlar bizning xizmatimizga kelib, havoriy, men umrimni o'tkazdim, necha yil o'tganini bilmayman, deyishardi. Bir mazhabda men ustara uchida yashardim. Har doim ehtimoli bor edi. Najotni yo'qotish, doim shayton meni qo'lga olishi ehtimoli bilan, doim Xudo mening ismimni hayot kitobidan o'chirib tashlashi ehtimoli bilan. Siz adashyapsiz, dedi Iso, chunki siz muqaddas yozuvlarni bilmaysiz. Va men shunday qilaman. Televizorda bo'lish juda qimmat. Biz bundan oqilona foydalanishimiz kerak, chunki men Xudoning va'zi orqali qilayotgan ishlariga ishonaman. Havoriy nima deganiga qarang. Paulo Titusga xat yozayotgandi. 3-bobning 5-oyatida, 4-oyatda shunday deyilgan: ammo najotkorimiz Xudoning mehr-shafqati va sevgisi zohir bo'lganida, u bizni qutqardi. Bu bizning solih ishlarimiz tufayli emas, balki uning rahm-shafqati bilan. Uning rahm-shafqati bilan sodir bo'ldi. Bu erkin iroda asosida emas edi.
Bu inson xohishi yoki intilishiga emas, balki Xudoning rahm shafqatiga bog'liq. U buni menga qarshi ishlatdi. U buni sizga qarshi ham ishlatmoqda. Uning aytishicha, bu kimga bog'liq emas. U o'zining rahm shafqati bilan bizni muqaddas ruhning yangilanishi va yangilanishi orqali qutqardi. U muqaddas ruhni bizga Rabbimiz Iso Masih orqali saxovat bilan yog'dirdi. Shunday qilib, u uni yuvib, qayta tiklaganini aytadi. Qanday odam qila oladi? O'zingizni yuving va tiklaning. Agar Xudosiz odam gunoh va qonunbuzarliklarda olik bo'lsa va undan ham yomoni ruhiy kor bo'lsa, u izlashga qodir emas. Unda sevgi yo'q. U yaxshilik nima ekanligini bilmaydi va tushunmaydi. Shayton inson Xudoning ulug'vorligini ko'rmasligi uchun ruhiy korlik holatini yaratadi. Demak, najot topgan inson yoki satiriya gunohdan, iblisdan, zulmatdan, hukmdan, oxirgi hukmdan ozod bo'lgan kishidir. Masihda bo'lganlar uchun hech qanday hukm yo'q. Iso u shifo topdi, ozod bo'ldi, o'zgardi, yangilandi. Tasavvur qilingi, inson faqat Xudo erisha oladigan ishni uddalay oladimi? Shon-sharaf faqat Xudoga berilishi mumkin. Hech qachon odamlarga shon-sharaf bermang, azizim. Hech qachon. Muammo, Pavlus aytganidek, Isoning qo'ylarini boshqaradiganlarda, xuddi boshqa ko'p odamlar ularni tijoratlashtiradiganlar kabi. U, men Rabbimiz kalomini tijoratlashtiradigan boshqa ko'p odamlar kabi qilmayman, dedi. Shunday qilib, odamlar bilimsiz, imonlari zaif, muammolarga, qiyinchiliklarga, inqirozlarga, mavjudlik azoblariga to'la, choponsiz charchagan qo'ylar kabi. Keyin kimdir kelib, ehtiyot bo'linglar, gunoh qilishda davom etinglar va keyin nima bo'lishini ko'ringlar, deydi. Azizlarim, Xudoning inoyati u yerda yo'q. Gunohga e'tibor qarating. U allaqachon biz uchun gunohga aylangan. Pastor, najot topgan imonli xatoga yo'l qo'ysa nima bo'ladi? Bilasiz, u tavakkal qiladi. Aks holda sizga aytaman, bu sodir bo'ladi. Odam jazolanadi, tuzatiladi va jazolanadi. Qamchilash ba'zan erta olimni anglatadi. Xo'sh, osmonda ispanlar aytganidek, borador, ochirgichli farishta bormi? Ismingiz ochsin, ismingiz hayot kitobidan ochirib tashlansin. Yo'q, aksincha, Iso, men sening ismingni hayot kitobidan ochirmayman. Aksincha, men uni ota bilan tanishtiraman. Shunday qilib, biz muqaddas ruh tomonidan muhrlandik. Endi biz Xudoning farzandlarimiz. Hatto gunoh ham bizni bu sevgidan ajrata olmaydi. Hatto xato qilsak ham, Xudo bizni tarbiyalashi, tuzatishi va jazolashi mumkin. Team. Najot ishining insonlarga hech qanday aloqasi yo'q. Vaqt tugab borayotgani uchun oxirgi sozim bor edi. Siz mendan so'raysiz, havoriy, lekin men bu haqiqatlarni qanday aniqlayman? Va qo'y kabi, qo'yning ham qo'yning quloq pardasi bor, to'g'rimi? U qo'y bo'lgani uchun kalomni qabul qiladi. Qo'y bo'lmaganlar kalomni qabul qilmaydi, kalomni tushunmaydi. Pavlus shunday deydi: 1 Korinfliklarga 15 bob. Birodarlar, sizlarga e'lon qilgan xushxabarni eslataman. Uni sizlar qabul qilgansizlar va hanuz unga sodiqsizlar. U orqali sizlar ham najot topasizlar. Agar men sizlarga va'z qilgan kalomni mahkam tutsangizlar, faqat bekorga ishonmagan bo'lsangizlar. Najot, ozodlik, muqaddas ruhning muhri va abadiyat faqat inson haqiqiy xushxabarni eshitgan taqdirdagina mavjud bo'ladi. Va faqat bitta xushxabar bor, u ham najot xushxabaridir. Bu Xudoning inoyati haqidagi xushxabardir. Pavlus shunday deydi: agar men sizlarga va'z qilgan kalomga mahkam yopishsangiz, u orqali najot topasizlar. Demak, najot savob orqali, qurbonliklar orqali, marosimlar orqali, ketma-ket suvga cho'mish marosimlari orqali 1, 2, 3, 10, 20 marta suvga cho'mish orqali kelmaydi. Bularning barchasi katta manipulyatsiya. Kichkina qo'yning ustida. Kichkina qo'y hech qachon ozod bo'lmaydi.
Bu tizimda kichkina qoy hech qachon ozod bo'lmaydi. Iso Masih, sizlar haqiqatni bilib olasizlar va haqiqat sizlarni ozod qiladi, dedi. Shunday qilib, agar ogil sizlarni ozod qilsa, haqiqatan ham ozod bo'lasizlar. Shuning uchun men faqat Xudoning inoyati xushxabarini tinglasam, kelajakdan yoki abadiyatdan qo'rqmasdan erkin va xavfsiz bo'la olaman. Agar bugun siz ruhning Iso Masihning najotida hech qanday soya yoki o'zgarish yo'qligini aytganini eshitgan bo'lsangiz, urug bu buzilmas. Haqiqatga ishoning, chunki haqiqat sizni allaqachon ozod qilgan. Sizni cherkovda kutamiz. Rua Marita 320, Tampinhos mahallasi, Rio de Janeironing garbiy zonasi, ertalab soat 9:00, 17:00 bu yerda 300 vivo. Go'zal Sobor, ulug'vor joy, yoqimli joy. Bu yerda Xudoning namoyon bo'lishi jismoniy ko'zlar bilan ko'rinadi. Tinchlik Miguel Angelo, tirik massiv cherkov. Xudo kalomini birga yoyishda qatnashganingiz uchun tashakkur. Xudoga shukr.